Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash kuchaytiriladi. Bosh prokuror O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori mamlakatimiz aholisiga murojaat bilan chiqdi. Unda ta'kidlanishicha, har bir mahalla xonadongacha tushib, huquqbuzarlik omillarini aniqlashga e'tibor kuchaytiriladi. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan bevosita uchrashuvlar o'tkazib, fuqarobay ish tizimi joriy qilinadi. Huquqbuzarlik va jinoyatga sabab bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash, jabrlanganlarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralari yanada kuchaytiriladi. Bugun hamma 1 soat oldinroq uyga ketishi kerak. Mehnat kodeksining 187-moddasiga ko'ra, bayram arafasida ish vaqti 1 soatga qisqartiriladi. Ertaga 21-mart Navro'z. Shuning uchun bugun 20-martda barcha xodimlar 1 soat vaqtliroq ishdan ketishi qonuniy hisoblanadi. Qator mamlakatlar Ukrainani tezroq Yevropa ittifoqiga qabul qilishga chaqirmoqda. Finlyandiya, Daniya, Shvetsiya, Latviya, Litva va Estoniyaning yetakchi diplomatlari Bryusselni Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish jarayonini qat'iy tezlashtirish uchun aniq takliflar berishga chaqirdi. Ambitsiyali va samarali qarorlar qabul qilish vaqti keldi, deyiladi ularning maktubida. AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qo'ng'iroq qildi. Suhbat taxminan 1 soat davom etdi. Keyinroq AQSh prezidenti Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Ukraina rahbari bilan juda yaxshi telefon suhbati o'tkazgani haqida yozdi. Muhokamalarning katta qismi Rossiya va Ukrainaning so'rov va ehtiyojlarini muvofiqlashtirish bo'yicha prezident Putin bilan kechagi suhbatga asoslandi, deb yozdi u. Tramp shuningdek davlat kotibi Marko Rubio va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Waltzdan suhbatning batafsil tavsifini taqdim etishni so'rashini va u yaqin orada e'lon qilinishini qo'shimcha qildi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.